Mana bugun sizlar bilan birga shunaqa sirlari cho'zilib chiqadigan mazali pitsa tayyorlaymiz. Hozir pitsani kesib ko'rsataman. Mana shunaqa sirlar cho'zilib zo'r bo'lib chiqadi pitsa. Pitsamiz juda ham mazali bo'ladi. Xamirlari og'zimizda eriydigan darajada mazali. Juda ham zo'r pitsa bo'ladi. Qani bo'lmasa birgalikda qilishni boshlaymiz. Pitsamizdan xamiriga kerak bo'ladi 400 gram un, 1 choy qoshiq tuz, 1,5 choy qoshiqda shakar, 1,5 choy qoshiqda razrixetel, 2 osh qoshiqda qaymoq, 50 gram suv, 150 gram margarin kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib ishi uniga margarinni aralashtirib kroshka qilib olamiz. Margarin chiqazib oldik tyorkadan, endi yaxshilab kroshka qilib olamiz. Mana kroshka yaxshilab kroshka qilib oldik. Endi tuz, shakar, razrixetel solamiz. Tuzni solamiz. Shakar solamiz. Va razrixetelni solamiz. Va buni sal aralashtirib olib, unga keyin ustidan qaymoq solamiz. Mana ozgina aralashtirib oldik, endi ustidan qaymoq solib xamir qorishni boshlaymiz. Mana qaymoqni ham soldik. Men ko'pincha qaymoqdan foydalanaman xamir qilishda, chunki qaymoq juda ham mayin qilib, og'izda erib ketadigan qilishiga yordam beradi xamirimizni. Pishganda juda ham mayin bo'ladi xamirimiz. Mana qaymoqimizni endi yaxshilab unga aralashtirib olib, ustidan 50 gram suv oz-ozdan quyib, xamir qoramiz, yumshoqni xamir. Mana suv ham soldik, endi bir chetdan chiroyli yumshoqni xamir qoramiz. Mana xamirimiz yumshoqqina xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni strech qilib xolnikka qo'yib qo'yamiz. Nachinkamiz uchun kerak bo'ladi 250 gram qiyma, bitta piyoz, 3 ta pomidor, bitta bolgarskiy, 250 gram sir, 40 ml yog' kerak bo'ladi. Hozir piyozimizni maydalab to'g'rab, qiyma bilan aralashtiramiz. Va bitta choy qoshiqda tuz kerak bo'ladi qiymaga solishimiz uchun. Mana piyozimizni to'g'rab oldik. Idishga solib olib, endi ustiga qiyma va tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana qiymamiz tayyor. Endi skorotka yog'imizni solib, qiymamizni qovurishni boshlaymiz. Mana skorotkamizni yog'imizni soldik. Ozgina qizgandan keyin qiymamizni solamiz. Mana qiymamizni ham soldik. Endi yaxshilab qovuramiz. Mana qiymamizni ozgina qo'rganimizdan keyin endi skorotkamizni qopqog'ini yopib, pishguncha qo'yib qo'yamiz. 20 minutlarda pishadi. Orada 1-2 marta aralashtiramiz. Qiymamiz pishguncha pomidorni, bolgarskiyni to'g'rab olamiz, sirni tyorkadan chiqarib olamiz. Mana qiymamizni bitta aralashtirib qo'ydik, yana qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana pomidorlarimizni teng ikkiga bo'lib, o'rtasidan pare-pare qilib kesib olamiz. Mana pomidorlarimizni to'g'rab oldik, endi bolgarskiyimizni to'g'raymiz. Mana bolgarskiylarimizni ham shunaqa qilib yonamachasiga to'g'rab olamiz. Mana pomidor bolgarskiyimizni to'g'rab tayyor qilib oldim. Bu yerda qiymamiz ham tayyor bo'ldi. Endi gazni o'chirib qo'yamiz. Endi bo'lsa sirimizni tyorkadan chiqarib olamiz. Mana pitsamizning nachinkasini hammasini tayyorlab oldik. Endi xamirini ustiga surtish uchun bizga yana mayonez bilan kepchik kerak bo'ladi. Hozir endi ishimizni xamir yoyishdan boshlaymiz. Mana xamirimizni oldik, endi buni gaz listiga mos qilib yoyib olamiz. Mana xamirimizni yoyishni boshladik. Gaz listiga to'g'rilab yoyib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi listimizga qo'yib olamiz. Mana xamirimizni joylashtirib oldik. Endi birinchi kepchikka mayonez suramiz xamirga. Kepchiklar mana shunaqa o'tiga betiga tegib chiqamiz xamiri. Endi mayonez ham xuddi shunaqa usulda qo'yib chiqamiz ustidan ham kepchik ustidan. Mana mayonezimizni ham surib chiqdik. Endi ustidan qiymani suramiz. Mana qiymalarimizni ham hammasini qo'yib chiqdik ustidan. Endi buni ustiga bolgarskiylarimizni choyliq terib chiqamiz. Mana bolgarskiylarimizni ham hammasini ustidan qo'yib chiqdik. Endi buni ustidan sir sepib qo'yamiz. Mana sirlarimizni ham bir sidra ustidan sepib oldik. Sirimizni bu yerda yarmisi qoldi. Pishgandan keyin pishishiga yaqin buni ham suvga sepamiz. Endi buni ustidan pomidorlarni qo'yib chiqamiz. Mana pitsamizdan hamma masalalarni qo'yib chiqdik ustidan, birini ustidan birini. Endi gaz duxovkasini 190 gradusga o'rtasiga qo'yamiz.
Mana pitsamizning telari qizardi. Endi gazni tegini o'chirib, tepasini ozgina yoqamiz. Mana pitsamizning ustiga pomidorlar sekin o'lisha boshladi. Endi boyagi qolgan sirimizning ustidan sepib chiqamiz. Mana sirlarni ham sepib chiqdik. Endi 1 minutga duxovkaga qo'yib olamiz. Sir erishib boshlagan zahoti duxovkani o'chiramiz. Mana sirlar oqib chiqadigan mazali pitsamiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'ladi. Bu pitsani men juda ham ko'p qilganman. Har haftada 2 martadan qilaman deyarli. Juda ham oila a'zolarimga yoqadi. Juda ham mazali chiqadi. Har doim bittada o'xshab chiqadigan pitsa. Agarda retseptim yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Yana keyingi videolarda uchrashguncha